fa harfidan boshlaymiz. Demak, fa harfi. Faning mahraji mana bu yerda ko'rsatib qo'yilgan. Tilimizning uchi bilan yuqoridagi sanoya tishlar deyiladi, ya'ni bizning o'zbek tilida quyon tishlar deyiladi. Ana o'shaning uchi bilan chiqadi. Ya'ni tilimizning uchi mana bu til deb oladigan bo'lsak, bu tepa tishimiz bo'lsa, mana shunday uchma-uch turishligi kerak. Ko'p ham chiqib ketib qolishligi kerak emas, tilimizning uchi orqada ham qolib ketishi kerak emas. Mana rasmda ko'rilgandek uchma-uch turiladi. Va ayni paytda havoni o'sha sanoya tishlarimiz, ikkita quyon tishimizni iloji boricha o'rtasiga taqashligimiz kerak bo'ladi. Shunda fisillab o'sha sofir sifatlari ham tiniq chiqadi. Ayrimlarning tili qalin bo'lganligi uchun tilimiz yoyilib tegib, havo ham o'sha yoyilib ketib qolishi mumkin. Natijada qo'pol chiqib qoladi. Masalan, af bo'lib qolishi mumkin. O'shanday holatda ham agar tilimiz ingichka bo'ladigan bo'lsa, ingichkalashtirib uchini teqqizamiz. Agar qalin bo'lsa, yoyilib tegadigan bo'lsa ham havoni shu uchiga taqashimiz kerak bo'ladi. Af emas, balki af tilli uchidan chiqish kerak bo'ladi. Mana shu uning mahrajidir. Hop. Sa, si, su. Mana bu su da ham e'tibor beradigan jihatimiz s'ni aytib, buni yuqoridagi darslarimizda ham aytib o'tganmiz, keyin zammaga chiqishi kerak labimiz. Su. Kuzatiladigan xato su deb aytishlik. Su. Ya'ni s'ni hali talaffuz qilmasdan labimizni zamma qilib olishlik. Su. Bunday emas. Su. Su deb talaffuz qilinadi. Bas. Bas bu yerda ham demak sada rahova sifatini o'tganmiz. Bir muddat mahrajda sirg'alishi kerak. Bas deb to'xtab qolinmaydi. Bas bir muddat turishligi kerak yoki basi bo'lib qalqala ham bo'lib qolmaydi. Siba. Demak bu yerda saga ham baning qalqalasiga ham e'tibor beramiz. Sam. Bu yerda mimning bayniyasiga ham e'tibor beramiz. Sin. Bu ham mim bilan bir xil muddatda turish kerak. Bayniya hozirgi aytganimizdek g'unna sifati bir muddat chiqish kerak. Samar. Samar. Bu yerda kuzatilishi mumkin bo'lgan xato ro bu yerda yo'g'on bo'ladi, chunki oldi fathali. Uni hali ro qoidalarida o'tamiz. Mimni roni yo'g'on qilaman deb mimdan boshlash holatda uchrab turadi. Samor bo'lib. Shuning uchun sama deb ma'ni ingichka qilib olib, keyin roni yo'g'on qilamiz. Samar. Saman. Demak, nunning bayniyasiga e'tibor qaratamiz. Sawru. Demak, vovning bayniya sifatiga e'tibor beramiz. Savru bo'lib tez o'tib ketib qolinmaydi yoki o'zimizning tildagi v ga o'xshab qolmasligi kerak. Savru bo'lmaydi. Savru, balki sav. Yana sa'ni ingichka qilish kerak. Vovga, ya'ni o'z mahrajidan chiqaraman deb sa'dan boshlash kerak emas. Savru bo'lmaydi. Sav, balki savru. Savbu. Vovni aytganimizdan so'ng buni o'z mahrajidan aytishimiz kerak. Bu ham vovning mahrajida qolib ketish ehtimoli bor. Natijada ba yo'g'on bo'lib qoladi. Savbu bo'lib qoladi. Savbu yo'q. Savbu. Saybu. Bu yerda ham yoda rahova sifati bor. Saybu. Saybu deb tez o'tilmaydi. Mislu. Demak, bu yerda saning rahovasiga e'tibor qaratamiz. Mislu ham bo'lmaydi yoki misalu bo'lib qalqala ham bo'lmaydi. Mislu. Va ayni paytda la ga ham e'tibor berishimiz kerak. Lamni ham yo'g'on bo'lib qolish ehtimoli bor. Muslu. Mana shunday talaffuz qilinadi. Bu yerda og'zimizga e'tibor berib turamiz. Zammada qolib ketish, ikkala saning ikkita tarafidagi harf ham zammali bo'lganligi uchun zammada qolib ketish
ehtimoli kuchli, shuning uchun muslu bo'lib qoladi. Muslu emas, balki sani o'z mahrajiga qaytish kerak. Muslu. Muslu. Mana shunday talaffuz qilinishi kerak. Ayni paytda sani o'z mahrajidan chiqaraman deb mislu ham bo'lmasin. Mislu, balki muslu. Masal. Laning bayniya sifatiga e'tibor qaratamiz. Kawsar. Demak, vovga e'tibor beramiz. Kavsar bo'lib qolish kerak emas. Kawsar. Va sani ham ingichkaligiga e'tibor qaratamiz. Roni yo'g'on qilaman deb sar bo'lib qolishlik kerak emas. Va ayni paytda sani ingichka qilishim kerak deb ro ham ingichka bo'lmasin. Kawsar bo'lmaydi. Kawsar. Aksara. Kofning shaddalariga e'tibor qaratamiz. Yukthiru. Bu yerda ham mana kaning mahrajiga labimiz qaytishi kerak. Ayrimda yuk bo'lib yuk. Kaf ham yo'g'on bo'lib qolish ehtimoli bor. Yukthiru. Balki yuk, mana k og'zimiz qanday tursa, k yuk da ham xuddi shunday turish kerak. Yukthiru. Asbata. Sanin rohavasiga e'tibor qaratamiz. Yuthbitu. Bu ham yuqorida aytganimizdek yuthbitu emas, yuthbitu, balki labimiz, tilimiz o'z joyiga qaytishi kerak. Yuthbitu. Ayni paytda yuthbitu bo'lmaydi. Balki yuthbitu. Istakthara. Demak, sinni rohava, kofning shadda sifatlariga, ham sifatlariga e'tibor qaratamiz. Yastakthiru. Istathqala. Bu yerda ham saning rohavasiga e'tibor qaratamiz. Yastathqilu. Yastasqilu bo'lmaydi. Balki yastathqilu. Sin bilan saning muddati bir xil bo'lishi kerak. Chunki ikkalasida ham rohava sifati bor. O'tganmiz buni. Yastathqilu. Birini ko'proq, ikkinchisini kamroq ushlamaymiz. Yastathqilu ham bo'lmaydi. Yastathqilu ham bo'lmaydi. Yastathqilu. Bu yerda sin bilan sanin farqini tushuntirgan. Samar. Bu yerda ham demak ma'nin ingichkaligi va roni yo'g'onligiga e'tibor qaratamiz. Samar. Demak, sin bilan sanin farqi bu yerda. Sabatu. Qalqalaga e'tibor beramiz. Sabtu bo'lmasin. Sabatu. Salsu. Bu yerda demak lomning bayniyasiga salsu bo'lmaydi. Salasu bo'lib qalqala ham qo'yish ehtimoli bor. U ham bo'lmaydi. Salsu. Va ayni paytda salsu bo'lmaydi. Su. Balki sinni aytib olamiz keyin zammaga. Salsu ham xuddi shunday. Salsu. Demak, o'qib beramiz. Si, su, bas, sib, sam, sin, samar, saman, thawru, thawbu, thaybu, mithlu, مثل مثل كوثر أكثر يكثر أثبت يثبت استكثر يستكثر استثقل يستثقل سمر سبت ثلث